Salom mening kuzatuvchilarim. Bugun shunaqa katta hajmli sumkani buzib tashlashga majbur bo'ldim. Chunki menga kichkina nijniroq sumkadan zakas tushgan edi. O'sha uchun shunaqa tosh uyda borligi uchun shu sumkani buzib tashladim. Ko'rib turganlaringizdek, buzish jarayonida ham umuman sitralib ketmayapti va buni buzish uchun ham ancha vaqtim ketdi. Bu videoni kuzatib boringizlar. Buzilish jarayonini qo'yganman. Agarda yangi ish boshlagan, shunaqa sohada yangi ish boshlaganlar bo'lsa, sumka to'qishlarni, shunaqa qattiq sitralmaydigan bo'lib chiqishini sirlarini bilmoqchi bo'lsa, menga podpiska bosib, direktimdan yozsa, men video darslik sifatida tashab beraman va bemalol o'shanga qarab foydalanib to'qishlari mumkin. Albatta bu ma'lumotlarni shunchaki tekinga bermoqchiman. Bir xillar kursida o'rgatayotgan narsalarni men tekinga o'rgatmoqchiman. Agarda zakas bermoqchi bo'lsalaringiz ham bemalol direktimga yozib, shunaqa mustahkam qattiq sumkalarni har xil turda, har xil fasonda zakas berishlaringiz mumkin. Va menga podpiska ham bo'lishni unutmang. Profilimda har xil aksessuarlar, shunaqa sumkalar yasashlarni qo'yib borganman. Faqat tezlashtirganman. Tezlashtirilgan bo'lsa ham tez o'rganib oladigan qizlar bemalol o'rgana oladi. Agarda men tez o'rgana olmayman, sekinroq videolarini kerak desangiz, bemalol podpiska bosib direktimga yozingizlar. Men sizlarga ma'lumotlarni shunchaki tekinga beraman. Va oxirida bu sumkani ham natijasini ko'rishni unutmang.